Assalomu alaykum. Mana hozir qayerdaligimni ko'rsataman endi hammaga. Hech ko'rgandimmi, televizorda ko'rgandik-da. Kim tushunyapti nima qayerdaligimizni mana. G'isht zavodga kelganman. G'isht qarang, bular xom, pechga kiradigan g'ishtlar. Sanoqsiz. Bu aka mana kachigarlik qilib yoquvchi ekan. O narigi mashinada kelganmiz. 10,000 dona g'isht olamiz biz. Ajina bir ko'rsatib, hech obzor ham qolib ketdi. Yomg'ir yog'ardi. Mana shu stanokda chiqar ekan, traktorchilarda bitta mana shu pritsepiga 500 ta g'isht ketar ekan, mana shu pritsepga. 500 ta g'isht to'g'ib, ikkita traktor bor ekan. FM Warren traktorlari. Ular shu bolalar salafon yopyapti, yangi g'ishtlar o'sha. Polni mana shu territoriya aylanasiga g'isht mana. Nariga g'isht. Undan keyin nariyada xom g'ishtlar bor ekan. Narxni hali bilganim yo'qman. Boyatdan beri gaplashib o'tirdik. Hozir akani yoniga borib ko'rsataman. Bitta ko'rsataman hozir yonishini. Tagim 1000 grad issiq, oyog'im qiziyapti. Tutashni boshlayapti, solyapti-yu, tutaverarkan, solganda. Hozir akadan ruxsatni oldik-da. Esimga tushib qoldi. Mana hozir ko'rasiz. Qachon ko'rasiz, bitta ko'rsataman. Ochib berib, yaxshi. Mana solinlar ekanda mana. Ko'ryapsizlar mana g'ash. Siz solasiz mana adasini chiqarganda. Hozir nariyada bir ko'rsatdi. Mana buni men tushunmadim, nimaligini, nimaga g'isht ko'pligini qarang. Bitta qozonda 200 mingta g'isht pishar ekan. Mana shu pechkada degan qozon deb aylanasiga, pechkaga aylanasiga. Fevralda yoqqan ekan, to'xtovsiz yonib ishlar ekanda. G'isht chiqaradi, yangi terilaveradi. Xom g'isht teriladi, pishgan g'isht chiqaradi. Mana akalar yuklayapti, mashinaga 10 mingta yuklaymiz. Mana ochib qo'ygan, lekin issiq dahshat chiqyapti o'zi ham. Endi olgani bo'lmaydi, bu vaqt issiqligini berdi. Endi qilib taxlab kelaveradi. Xudo xolasa 1 soatga qolmaydi. Yuklab olib ketamiz. G'isht qalanga o'xshaydi. Hozir mashina haligi mototsiklda yuradi, hozir hammasi bekitish bilan o'tdi-da. Bekitish bilan o'tib kettiramiz. Yomg'ir yog'averadi, yangi qishni bekitmasa bo'lmaydi ekan. O, naq taqlaydigan 200 ming, 300 ming qishga deb taqlaydigan g'ishtni. Qishga mashina qilib 1 million ta g'isht taqlaymiz aka dedi. U salafonlar bekitib qo'yar ekan, qishni kuniga sekin chiqarar ekan, uni pishirib. Ungacha buni sraz zakmovlar chiqarar ekan. Shunaqa kачество yaxshi ekan lekin g'ishini qo'yib qolib paltarashga derkan. Zo'r lekin. Hech ko'rmagandik, televizorda ko'rgandik-da mana. Obzor qilay deb. Mana tush joylari. Yiqilsang guppillab belingni ig'ini chiqaveradi o'zim yiqilsang. To'xtatolmay qolasan. Qarasang oyog'ing osmonda o'pmaydi, skoriy chaqirib deydi. Mana. Uje bu yerlar yonyapti hozir. Ayna bekitar ekan. Bunaqadan ko'p-da. G'isht sifati zo'r ekan. Endi zavod ko'paygan, borib ko'rsatay deyapman-ku. Men buni tachkalar ko'rsataman sizlarga. Hozir. Mana buni traktor, mana shunga 500 ta ketar ekan mashinga. Ular o'zi sekin tushirib roliklar ekan, mana tushirar ekan. FM traktorlar. FM Warren deydi. Warren.
Mana buni stanok traktor mashiga olib keladi tilishkasi bilan. Endi yomg'ir yoqqanidan ish to'xtatildi-da. Mana g'isht shuncha turibdi hali. Elektromobil. Vallahi mana buni. Buni ham ko'rsataman hozir. O'zi ham to'k chimiradigan zavod ekanda. Mana simlar g'isht kezargan. G'isht yorilibdi ustiga. Shu stanok endi tepadan tushadi. Mana kesib chiqarganda. Ishlatganda olish kerak edi, endi ishlamayapti-da. Tepada turib naryoqdan kelar ekan, bunga qum yuklar ekan, qum bunga tushib bunga o elevator bor ekan, elevator elab kelib bu yoqqa tushib, mana press namni tortib oladigan vakuum ekan mana shu stanok. Shundan g'isht chiqib keladi uni teshikdan. Yaxshi. Mana g'isht astotkalar managa tushadi, tayyor turibdi-ku, mana. Bu astotkalar. Mayli 150 ta 200 ta yuklarga mashinalarga. Katta bosib bular. Payga o'ynayapti. Kim ixtiro qilgan bu mashinalarchalar, murvechalarda? Bozobot paygada bulardan. Mana. Yoshlar, nima qilishdan? Payga turibdi, shular yuklanyapti, xudo xolasa. Mashinani ko'rsatib ketaman. Balonlari yangi. Bitta eski xudo xolasa bugun kelarkan mashina eski bo'lib qoldi mana shu. Kecham bu yoqqa qo'ydik yangi bitta. Bunisi eski. Bu mototsikllarni olaman deb kelyapman sizlarga. G'isht ko'rsataman. Aka ham charchadi o'tirib. Bu mashinani bilasizlar, Dongfeng mashina. Tanar Dongfeng. 9 metrlik uni pritsep 9 metr. Buni g'isht, hammasidan g'ishtni deb keldim bu mototsikllarni. G'isht qarang, g'isht mana. Mana taxlab chiqarganda mana. Bu sep ekanda bu. Shirillab yursa nima shirillayapti ekan bu deb sep ekanda bu. Sep bu. %50'likte yes. Akam motorini ko'rsataman. Sal dami kelmaganda bu tarafingizda. Siz taqlayapsiz bu yerga? Akkumulyator chasi. Ketdi ana. Ajoyib taxlab qishga zakotovka ekan bu. 500 mingtami, 500 qancha ham dedi, esimdan chiqib qoldi.
Mana bizim mashina bitta 10 mingta olamiz ketamiz. Nari tarafda ham mashinalar kutib turibdi. Zavod. 200 mingta ketar ekan mana shu pechkaga aylanasiga. Endi har tarafda mana ishlar soldatlar terilib turibdi, soldatlar. Dahshatli ekan. Mana ko'rib qiziqdim o'g'ray. Nechta ekan bu yerda deysiz? Hammasi pechkaga kirishga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Soldatga o'xshab terilib turibdi. Bu to'rdan biri deydi-yu. Shuncha joyi bu. Zavodda endi bu yerdan ham yaxshi ko'rinmayapti, bu yoqdan ham olay dedim. Yaqinlashtirib olaman endi. O ketyapti ana. Reys 8000 ekan. Bir kunda 40 reys qilar ekan. Xullas buni g'isht taxlaydigan bolaniki qancha dedi? 18 so'm dedi. Shunaqa dedi, donasiga g'isht. Bir kunda 200 ming, 180 ming ishlayman dedi. 10 mingtadan oshiq taxlaydigan g'isht. Xullas tepada turganlar, ular ham hammasi bu tarafda xom g'isht. Hali xom sotiladigan g'ishtlar. Shu sarg'ayib turibdi. Bu yerdan ko'rinmayapti, sarg'ayib turibdi. Bu tarafgacha. Bu yoq ferma tepa. Shunaqa nimaga mana dahshat ekan. Hammaga tinch bo'ylar, sog' bo'ylar, bir ko'rasizlarda. Mazzaqlar